yangi qurilayotgan ko'p qavatli xonadon xarid qilayotganda QR kod orqali qaysi ma'lumotlarga e'tibor berish kerak? Birinchisi, obyekt turi. Uy deb sotilayotgan bo'lsa-da, hujjatda biznes markaz, mehmonxona, savdo yoki maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi sifatida rasmiylashtirilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, lokatsiya mosligi. Qurilish aynan ko'rsatilgan manzilda amalga oshirilayotganligiga e'tibor qiling. Boshqa qurilish obyekti manzili ko'rsatilgan bo'lsa, ogoh bo'ling. Uchinchisi, binoni loyihaga mosligi. Olingan xulosalar binoning soni, qavatlari, ya'ni necha qavatdan iboratligi, xonadonlar va yo'laklar soni ko'rsatilgan bo'ladi. Sizga taklif qilinayotgan uyning loyihaga mosligini tekshirishni unutmang. Loyihada ko'rsatilgan qo'shimcha binolar, qavatlar, yo'laklar qurilgan bo'lsa, bilingki, u noqonuniy va kadastr hujjatlari olishga kafolat yo'q. 4-chi, obyekt buyurtmachisi. QR kodda obyekt buyurtmachisining nomi yozilgan bo'ladi. Ko'p qavatli xonadon xarid qilish uchun shartnoma faqat shu shaxs bilan tuziladi. Ya'ni sotish huquqi faqat buyurtmachida bo'ladi. Uni boshqa pudrat tashkilotlari qurishi mumkin, ammo bu sotish huquqini bermaydi. Unutmang, shartnomaga qo'l qo'yishdan oldin uning barcha shartlarini batafsil o'rganib chiqing.